Mana wishlistlarim texnika versiyasi. Hech kim mendan so'ramayotgan bo'lsa ham, lekin yaqin orada olishni orzu qiladigan texnikalarim haqida gapirib o'taman. Bir oy oldin Olivia Rodrigoning yangi albomi chiqdi. Menga albom juda ham yoqdi va hozir juda ham xohlayotgan narsam bu mana shu albomning plastinkasi. Plastinkani oldigan deylik, lekin unga proigrovatelь kerak. Aynan men xohlayotgan modellarning narxini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa kelajakdagi uyimga albatta bitta shunaqasidan olaman. Keyingi xohlayotgan narsam esa bu DJIdan shunaqa kichkina kamera. Undan kunga YouTube'ga vlog olish qiziqishim oshib boryapti. Bu kamera bilan esa men barcha videolarimni yaxshi kачествоda odamlarni qo'rqitmasdan olishim mumkin. Uchinchi xohlayotgan narsam bu tikuv mashinkasi. Mani opalarim tikuvchi va shu sababli men bolaligimdan beri tikishga qiziqaman. Ayniqsa hozir qiziqishim juda ham oshib ketyapti. Chunki Pinterest'im juda ham osonlik qoladagi chiroyli kiyimlar to'ldirib tashlagan. To'g'risi men puliga o'ylanayotgandim. Yangi lekin oddiyroq modelni olay yoki shu narxda ishlatilgan professionalnisi. Oyim bilan maslahatlashib shu qarorga keldikki, ozgina ishlatilgan bo'lsa ham professionallikni olganimiz yaxshi. Bir ilovasida allaqachon men bir nechta modellarni ko'rib qo'ydim. Nasib qilsa ichidan eng yaxshisini tanlab xarid qilaman. To'g'risi men uyalmayman eski narsalarni sotib olish yoki sotishdan. Ayniqsa texnikani. Chunki meni hayolimda ekonom qilish mumkin bo'lgan joyda ekonom qilib qolish kerak. Uning ustiga bir ilovasi juda ham qulay, yetkazib berish xizmati bor va ustiga ustak sizni har xil podozrительный объявлениyalar bilan u yoqga o'ting, bu yoqga o'ting qilishmaydi. Keyingi orzu qilayotgan narsam bu vafelnitsa. Men o'zi ko'p ovqat pishirmayman, lekin anchadan beri mana shu toster vafelnitsaga qiziqqanman. Keyingi narsa bu rasmga olish uchun fotoapparat. Birinchisi o'sha mashhur Canon G7, ikkinchisi bu любой мыльница yoki qanaqadir интересный fakturadagi kameralar. Aytgancha siz ham izohlarda orzularingiz bilan bo'lishingiz mumkin. Shaxsan menga juda ham qiziq. Bittama-bitta o'qib javob yozib chiqaman.